Bu Ispaniya terma jamoasining kelajagi. Yo'q, bu shunchaki orzu emas. Bu haqiqiy, qo'rqinchli reallik. 10 yildan keyin bu jamoani to'xtatishga dunyoda hech qanday himoyachi qodir bo'lmaydi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Avvalo, Lamin Yamal haqida gaplashaylik. 10 yildan keyin u 28 yoshda bo'ladi. Bu har qanday futbolchi uchun oltin yosh. Kuch, tezlik va tajriba birlashadigan davr. Agar u hozirgiday formani saqlab qolsa, Ispaniya hujumini aynan u boshqaradi. Uning orqasidan esa kelayotgan yosh yulduz Enzo Alves Veira, mashhur himoyachi Marceloning o'g'li. Unga hali 16 yosh bo'lsa-da, Enzo allaqachon Real Madridning yoshlar jamoasida asosiy hujumchi. Agar sen uning qanday darajada ekanini bilishni istasang, shunchaki shuni ko'r. U o'z otasiga qarshi jangda uni chiroyli Cheresiya bilan sharmanda qilgan. Bu tarixdagi eng yaxshi chap qanot himoyachilardan biriga qarshi. Uning uslubi Benzema energiyasi bilan qo'shilgan jonli ijodkorlik. So'l qanotda yana bir wunderkind paydo bo'ladi. Thiago Messi, o'ziga xos merosga ega yigit. Otasidan farqli ravishda u o'ng oyoqli, ammo uning qonidagi DNK uni butunlay boshqacha qiladi. Bir kuni u 11 ta golni bitta final o'yinida urishga muvaffaq bo'lgan. Bu u 13 maylis kapda sodir bo'lgan voqea. Va nihoyat tarix eng alohida nom bilan yakunlanadi. Bu Cristiano Ronaldo Junior. Uning otasi Ronaldo ehtimol hech qachon Portugaliya bilan jahon kubogini ko'tarmagan bo'lar. Ammo uning orzuyi o'g'li orqali amalga oshishi mumkin.